Kömüp itilgen ana. Abduri Hüsencan Mahmud. 7. kısım. Men bütkül rezil qilmishimni doktorga birmi-bir so'zlab berdi. Doktor mening barliq kechmishimni anglab chiqqandan keyin menga g'azab va yesashlik nazar bilan qarab, men sizning bu qilmishingizga nima deb javob berishni bilmayapman. Albatta, men bir doktor, kasal davolayman, qalb davolayolmayman. İnsan öz qalbidagi oq ko'ngillik bilan razillikka o'zi diagnoz qo'yguchi. Ko'rib turibmanki, sizning vujudingizni bir xil pushaymon o'tlar qoplab ketibdi. Ishonamanki, onangiz sizni allaqachon kechiryapti. Lekin siz o'zingizni kechirmayapsiz. Buning uchun siz vaqtga muhtoj. Dedi menga tasalli berib. Men doktorning og'zidan mushu gapni kutib turgandekla, "To'g'ri doktor, men vaqtga muhtoj. Siz menga shu vaqtni bering. Men hayotimdagi bu xatoligimning o'rnini to'liqlab olay." Dedim yalvorib turib. Ko'nglingizni tushunaman. Siz bilishingiz kerakki, insonning kelib ketmiki bir qonuniyat. Ba'zilarimiz bo'lsa yoshlik yetib qolamiz. Ba'zilarimiz bo'lsa ma'lum belgilik muddatdan keyin ketib qolamiz. Demakchimanki, onangizning kesili pishib qoldi. Buningga men bir nima deya olmayman. Lekin siz bizga ishoning. Biz bor kuchimiz bilan davolaymiz. Dedi o'rnidan turib sirtqa manga. Bu chaqda men eng oxirgi umidimdan ayrilgandek bo'lib qoldi. Ko'zimda yosh qolmagandek, ko'zimdan bir tomchi yoshmi chiqmayotdi. Lekin yuragim yig'layotdi. Men o'rnimdan turib, bir besib, ikki besib, sirtqa qarab maqdim. Men onam yotgan balnisqa emas, doktorxona ichidagi gullikka qarab mangan edim. Chunki xiyolimga onamning mening quliqimga pichirlab turib degan, "Balam, meni uyga elib ketinglar. Uyni seg'indim" degan so'zi anglanayotdi. Bu onamning mendan o'tingan tunji o'tinishi edi. Men buningga javob berishim kerak edi. Men gullikda o'ltirib-o'taman. Damig'imga urilgan gullarning hidi nervamni g'idiqlayotdi. Ko'z oldimda bo'lsa bir ona qush gullik orsidan bir tal sazonni tutib, gul shig'iga qo'nib, sal turgandan keyin uchib ketdi. Demak, u o'z ballariga yemaklik elib mangan edi. Bu manzara mening yuragimni shunchalik azobladiki, bu yerda o'ltiraverishga toqatim toq bo'ldi-da, o'rnimdan turib, balnisga qarab maqdim. Men balnis ishkidan kirgan chog'da bo'lsa, ayolim karvatning oyoq tarafida o'ltirib, onamning putini yenik tutayotgan edi. Onam bo'lsa yanchilab yotadi. Men kelib onamning qishiga keldim. Hamda onamning oldiga o'tib, onamga qaradim. Onamning ko'z chanoqlari yosh yo'qi bo'lib, ko'zini ching yumib olgan edi. Buningdan onamning ayolimga minnatdor bo'lib yig'layotganini yoki bo'lsa uyni seg'inib yig'layotganini bilmay qolgan edim. Mening bu gumonimni faqat onamla oydinlashtirib bera oladi. Shunga men karvat oldida tizilib o'ltirib, onamning qo'lini yenik tutdim. Onam xuddi shuni kutayotgandek ko'zini lab ochdi-da, mehrlik kuldi. Onamning bu kulgisida ikki xil alomat chiqib turadi. Birsi bo'lsa, meningdan rozimanlik alomati bo'lsa, yana bir xili mendan norozilik alomati edi. Men onamga gap qilay deb turishimga, "Ona,
Balam, sizlarga rahmat. Meni uyga qaytarib ketinglar. Meni anam xush bo'lsin desanglar, bu talabimga qo'shilinglar. Bu mening sizlardan o'tingan tunji va oxirgi talabim. Da'vat. Anamning bu gibi yuragimni pichoq bilan tilgandek og'irtayotgan edi. Chunki onam rost gap qilayotgan edi. Onam hech qachon menga talab qo'yib boqmagan edi. Her vaqt ayolim bilan men tarafidan xo'rlanib, azar yeb o'tgan edi. Onam gapini deb bo'lib, xuddi xato gap qilib solgandek menga tilmirib qarab turdi. Kechir balam, men undaq demoqchi emas edim. Dedi, xuddi mening ko'nglimdagini bilib qolgandi. Men onamning qo'lini chin siqdim. Hamda bo'ladi ana, bo'ladi. Men hammani tushunaman. Siz nima desangiz shu bo'lsin ana. Dedim, yig'lab tur. Men bo'lsam, onamning qo'lini to'xtamay mang'izimga yoqatdi. Ayolim mening onamning fikriga qo'shilganimni anglab, hayron qolgan holda qishimga kelib past ovozda: Nimadan davatsiz? Onamni davolatmamdiq. Dedi menga xafa bo'lib. Shundoq, uyga kelib ketaylik. Dedim keskin qilib. Mening bundoq gap qilishimga doktorning ediyarangda tayyorlik bo'lsin. Bo'lsa onanglarning ko'ngil tatqashini ko'proq qilib bersanglar degan so'zi sabab bo'lgan edi. Ayolim mening bu keskin qarorimni anglagandan keyin jimib qolgan edi. Balkim mendan nafratlanayotgandi yoki bo'lmasa nima o'ylayotganimni bilayotgandi. O gap qilmasdan yenimdan ketib qoldi. Amaliyotda bo'lsa doktorning yuqorida menga degan gaplarni ayolimga demagan edi. Men mu izchil, o'lmagan jonda umid bor degan tamsilni o'zimga hamroh qilib kelayotgan bo'lg'achqa o'zimga tasalli tepayotgan edim. Afsus. Bugun hammani yo'qotib qo'ygandek tuyg'uda bo'layotgan bo'lsam-mu, lekin bir ish menga aniq edi. Ya'ni onamning meningdan o'tingan o'tinish. Yig'lash bo'lsa, bir insonning ojizligi bo'lib qolmasdan, u bir xil qalb azorni yengiltish shakli. Shundaqla bir xil taskinlik. Meningdek bir razil odamga nisbatan bularning hech qaysi menga taalluq emas. Menga faqat jazo loyiq. Menga har qanday jazo bo'lsa qabul qilishga tayyorman. Shu orqali o'zimning pushaymoniga javob izlasam deyman. Afsus. Bu mumkin emas. Chunki mening qilgan razillikim sababli ana meni tashlab ketish oldida turibdi. Anam mening uyga qaytish fikrimga qo'shilganligimni ko'rib, shunchalik xush bo'lgan ediki, uning bu xushallig'i chiroyidan men deb chiqibla turadi. Men buning nima uchun ekanligini ayolimga qanday tushuntirishni bilmayotdim. Rostni aytsam, mening onamni uyga elib ketganim to'g'rimidi, xatomidi? Bu menga aniq emas edi. Faqat doktorning degan gapi hamda onamning o'tinishi mening qilayotganimning to'g'riligini isbotlayotdi. Bu mening o'zimga tasalli berayotgan birdan-bir sababim edi. Dal shu chaqda onam o'rindan qo'zg'alish uchun harakat qilishga boshladi. Onamning bu qilganlariga qarab, ayolim onamning qishig'i keldi. Hamda onamga yordamlashib, onamni o'rindan turg'izib, o'z o'rinda yerim o'ltirg'izdi. Men onamning qishig'i kelib, "Ana, sen saqlab turing. Men chiqib doktordan ruxsat olib kerak," dedi.
Mening bu gapimni anglagan onam xuddi kichik boladek, botnagandek, menga botnab turib, chiroyimga savol nazarda qaradi. Men onamga qarab, Əsirman ana. Sizni uyga ilib ketaman. dedi. Onam bu gapni anglagandan keyin bir ishinib, bir ishonmay, beshini yenik langishtirib qo'ydi. Ayolim hech nimani tushunmay turardi. Men og'zimning uchiga kelib qolgan gapni zo'rg'a yutib-etdim-da, doktor ishxonasiga chiqish uchun eshikdan chiqib ketdi. 8-qism. Onamni uyga akelgilimi bir hafta bo'lay deb qolgan edi. Mushu bir hafta ichida onam bir kun yaxshi bo'lsa, bir kuni yaxshi bo'lolmayotdi. Shundaqdimi ayolim bilan men onamni eng yaxshi kutish bilan ketayotdik. Ayolim ba'zida onamning chichini tarasa, ba'zida issiq lo'ngi bilan onamning badanini surtib qo'yadi. Bichara onam dadamdan ayrilgandan buyon hech qachon bundoq imtiyoz va ko'ynishlarga noil bo'lmaganligi uchunmi ish qilib, bundoq chog'larda hayajonlanib yig'lab tashlaydi. Bu vaqtda onamga qarab yuragim ichib ketadi. Shundaqla qalbimdagi o'zimni ayblashlar tig'imi kuchayadi. Ayolim bilan men kunlarimiz normal o'tayotgandek qilganimiz bilan ichimizda yig'layotdik. Chunki onamning ahvoli turaqsiz edi. Bir kuni onam bola, Balam, meni yo'lashtirib balkonga elib chiqa. dedi o'rindan qo'zg'alib edi. Ana, balkonda nima ish qilasiz? Akildigan narsa bo'lsa, men akab beray. Dedim onamga qarab. Deginimni qilgin balam. Dedi keskin qilib. Men onamni sirtni ko'rgisi ba o'xshaydi deb ayolimga qaradim. Ayolim mening maqsadimni tushungandek onamni yo'lashtirdi. Biz onamni ikki yenidan yo'lashtirib balkonga elib mandiq. Nemishqadir yuragim selayotdi. Xuddi onamni barsiga topshirib berdigan tuyg'u qalbimni chermab olgan edi. Biz bir besib, ikki besib balkonga yaqinlashdik. Bu jarayonda onam necha qitim santirilib ketdi. Chunki onamning putida jon yo'q edi. Biz oxiri balkonning oldiga chiqdik. Balkonning bir bo'lumida bir qog'oz eshik bo'lib, bu eshikda onamning koni kiyimlari bor edi. Onam eshikni ko'rsatib turib, ayolimga qarab, Qizim, mening ovi koni paltorimni elib bering, a? dedi bo'sh ovozda. Ayolim eshik ichidagi kiyimlarni bir-birlab elib onamga ko'rsatyotdi. Onam ayolimning ko'rsatgan kiyimlariga bosh chayqaydi. Eng oxirda ayolim onamning buningdan 10 yil ilgari dadam elib bergan seg'iz ranglik paltosini qo'lga oldi. Onam paltoga qo'lini so'zdi. Demak, onamning istagan paltosi mush ekanligini hukm qildim-da, paltoni qo'limga elib onamning qo'liga tutqizdim. Onam gapsizsizla keyniga burilish uchun harakat qilyotdi. Biz onamning hujraga qaytmoqchi ekanligini bilib, onamni hujraga elib mandiq. Ko'nglimda bo'lsa, onamga qoyil bo'layotdi. Chunki onam dadam elib bergan paltoni qadrlayotdi. Onamdan shunchalik suyundim. Shundaqdimi onam hali mendan ayrilib ketadigandek qo'rqyotdi. Biz hujraga kirdik. Onamni o'z o'rniga chiqarib qo'yib, ayolimga qaradi. Mening bu qarashim ayolimga chiqib ketayli degan maqsadda qarash edi. Bunday qilish orqali onamning
ayni yildagi dadam bilan o'tkazgan kunlarni eslashga qarshili bo'lmaslik edi. Biz ishq oldiga kelmay onamni Balam, chiqib ketmay turinglar. degan ovoz angladi. Biz keynimizga yenib onamning qishig'i kelib, onamning oldida qo'l bog'lab o'ri turdik. Onam bo'lsa qo'lidagi paltosining yanjuqidan bir yog'liqqa o'ralgan narsani elib, ikki qo'li bilan chin tutqanicha menga tangladi. Men onam tanlagan bu qishni elib, avaylab yashdim. Yashdimda hayron qoldi. Chunki bu qish ichida 1 yuan, 5 yuan, 20 yuan degandek bir muncha pullar turadi. Men buning nemish ekanligini bilmay, onamga savol nazarda qaradim. Onam mening maqsadimni tushungandek, Balam, bu pullar mening dadam tugab ketgandan keyin boshqalarning hurqatlarini yuyib, nonlarini yiqib berib, ba'zida mahallaning sirtidagi jigdilikdan jigdi terib, setib yiqqan pulim. Nech pullig'ini bilmayman. Qani, mening yenimda o'ltirib sanab boqay balam. dedi yenidagi bosh o'rinni ko'rsatib turib. Men cheksiz azob ichida onam ko'rsatgan o'ringa kelib o'ltirdi. Hamda ayolimga qaradi. Ayolim bir qo'li bilan og'zini tutqanicha yig'layotdi. Mening ko'zimdan to'kilayotgan marjondek yoshlar qo'limdagi pulning ustiga tushib ketayotdi. Shundaqla buningdan 1 yil ilgirgi bir ish xiyolimga kirgan edi. Men amdala sirtin uyga kirib, ayolimning botnab o'ltirganini ko'rib hayron qoldim. Hamda "Nim bo'ldi? Bugun yana botnab qolsan-ku?" deb so'radim. Oy, dapaqa, qachongacha mavqeerning moli bo'lib o'tmayman. Atdigan chiqib ketgancha hozirgacha yo'q. dedi menga Ali. Men ayolimning nimaga shuncha vala xafa bo'lganligini bildim. Chunki onam pat-pat uydan chiqib ketsa, kechda qaytib keladi. Ayolim bo'lsa, bugünkidek ochig'inib qoladi. Onammo uyda bekor o'ltirmaydi. Ayolim tomoq tutish qilsa, say ko'ktatlarni adolaydi. Ba'zanda ayolim mijozim yo'q deb yetib olsa, tomoqni opam ochoq beshida o'milab yurib, yeydi. Uy supuradi. Qochilarni yuyadi. Lekin yo'qab ketganda bo'lsa, nega bording deb so'rasa, ba'zi javob beradi. Ba'zi javob bermay, xuddi kichik boladek dadasi oldida xatolik sodir qilib qo'yib, yerga qarab, tarniqini qo'lgandek turadi. Men bu xiyollarni qilayotganimda tuyuqsiz eshik ochilib, uyga onam kirib keldi. Men onamga qarab, "Nega voding? Atdigan yo'q chiqib ketib, endi kelamsa? Az to'la bo'lsa-mu kelingga yordamlashsam bo'lmasmidi? Harom tomoq yeb, izzat olsangchi?" deb varqirdi. Hamda nega borganligini qayta so'radi. Onam oxiri menga qarab, Yuqorqi mahallada qo'shnilarning uyiga berib, non yiqishib berganini degan edi. men shu chaqda onamga shundoq jiq qo'ygan edi. Men onamning tanlagan pullarini sanayotdim. Qo'llarim bo'lsa titrayotdi. Yuragim bo'lsa mendan nomus qilib, o'z o'rindan chiqib ketayli deb qolgan edi. Pulni sanab bo'ldi. Onam menga tanlagan pul 27.353 yuan edi. Men ko'zimni ching yumib yotgan onamga sanab bo'ldim ana, dedim titrak ovozda. Ana, Nech bo'lgan balam? dedi ko'zini ochmay turib. 27.353 yuan ana, dedim tezlikda.
Şundaqmı balam? Degenicha ko'zini ichib menga qaradi. Hamda Balam, men sana hech qancha narsa qoldiramadim. Bu mening yiqqan pulim. Az bo'lsa-mu ko'pga tavob qilib ishlasanglar. dedi. Mening yig'layotganimga sal norozi bo'lib. Bu chaqda ayolim bu manzarga bardoshlik berolmay uydan chiqib ketdi. Menmo yuragimdan chiqayotgan yig'ini bosolmayotdi. Chiqib ketishni o'ylagan bo'lsam-mu, undoq qilolmadi. Aksicha onamning ikki qo'lini orqalarim orsiga elib to'xtamay suyatdi. Ana, meni kechiring ana. Men bundan ortiq gap qilishga yezib chidamavotdim ana. Meni kechiring. Meni kechiring ana. Degandan boshqa gap chiqmayotdi. Anam bo'sh va zaif ovozda. Undaq dema balam. Men degan sening onang. Sen bo'lsang mening balam. Nadimi balani kechirmaydigan ota-ona bor deysan. Anam bu gapni davatqanda bo'lsa, shunchalik tamkin va shunchalik salmoq ediki, og'zidan xuddi burun yotlib olgandek chiqayotdi. Tuyuqsiz onamning tinig'i qiynalishga boshladi. Men qo'rqonimdan ayolimni chaqirdi. 9-qism. Men qo'rqonimdan ayolimni chaqirdi. Ayolim ovozimni anglab yugurib kirib keldi. Onun ko'zlari yig'idan qizirib ketgan bo'lib, onamning nafsining siqilayotganligini ko'rib, menga qarab, "Onamni doktorxonaga olib boraylik", dedi jiddiylashib. Men o'rnimdan turish uchun karvatning girvigini tutishim, onam qo'limni qap-qap tutib oldi. Hamda, "Bo'ldi bola. Meni oromimda qo'yinglar. Bo'lmasa, sizlardan norozi bo'lib qolaman", dedi past ovozda. Men nima deyishimni bilolmay ayolimga qaradim. Ayolim meni javobsiz qoldirib Karvat ustida bo'lsa, hali onamning yig'ib qo'ygan puli turadi. Men onamga qarab, ko'zimga qandoqdir bir soya onamdan agib ketayotgandek ko'rinib ketayotdi. Men qo'limni onamning qo'ldan ajratib, asta beshini xuddi onam mening beshimni silgandek silashga boshladi. Mening bunday qilishim ayolimning degan gapiga bergan javobim edi. Chunki onamning degan "Bo'ldi bolarim, meni oromimda qo'yinglar. Bo'lmasa sizlardan norozi bo'lib qolaman" degan gapi meni shunday qilishga majbur qilyotdi. Bu vaqt chinqi tush bo'lib, atrofdagi qushlarning sayrashimi onamga hozir ijayotgandek sayrashdan to'xtab qolgan edi. Ayolim mening onamning beshini silg'inimcha yig'lab o'ltirganimni ko'rib, mendan norozi bo'layotgan bo'lsa-mu, gap so'zsiz onamning ko'ksini ustidan ostiga seryotdi. Bu uning onamning qiynalayotgan nafaslarni ravon bo'lish uchun qilayotgan harakati edi. Rostni aytganda, biz ayol nima qilishimizni bilolmayotdik. Onam bora-bora ustiga tinishga boshladi. Bizning oldimizdan bunday ish o'tib boqmag'achqa tamtirib ketgan edik. Dal shu chaqda onam og'zini asta midratdi. Men onamning gap qilganligini faraz qilib, onamning eg'iziga qo'lqimni yaqin akab turdim. "Ana, nima gapingiz bo'lsa-da?" dedi. "Ana, bala, meni dadanglarning yeniga qo'yinglar", dedi anglar anglanmas. Men, "Ana, bundoq dema. Sizga yetish bo'lmaydi, ana. Ma'quldir. Men sizni doktorxonaga operay, ana", dedim yalvorib. Anam mening gapimni anglab xafa bo'ldi. U chiroyini purishtirib, ko'zini ching yumdi.
Men anamning bu qiliqidan heli degan gapimdan pushaymon qildim. Lekin yuragimning yig'lashi, shundoqla tez o'qishi menga anglanib turadi. Men tasalli muhtojligi bilan ayolimga qaradim. Ayolim menga beshini chayqash bilan o'zining ilojisizligini bildirib javob berdi. To'yoqsiz onam to'nglatqu tarafni ko'rsatkich barmoqi bilan ko'rsatdi. Men onamning ko'rsatgan tarafiga tezlik bilan qaradim. Bu chaqda ayolim chabdaslik bilan o'rindan turib to'nglatqu tarafga qarab maqdi. Men ayolimning nima qildiganligini tushunolmay hayron qolyapti. Ayolim bo'lsa to'nglatqudan bir quti mineral suvni elib onam tarafga qarab keldi. Men shu chaqda onamning suv ichishni o'tinganligini bildim. Hamda ayolimga qoyil bo'ldi. Anam ayolim ekelgan suvni shunchalik zo'q bilan ichdiki, xuddi necha kun tashnoligiga qongan odamdek bo'lib qolgan edi. Anam suvni ichib bo'lib, dedi-da, ayolimning yordamida beshini yostiqqa qo'ydi. Bu chaqda anam yenik nafas ilishga boshladi. Men buningdan xush bo'lishni yoki qo'rqishni bilmayotdim. Ayolim mening o'ylaganimni bilgandekla, "Bo'ldi, ansirma. Onam uxladi", dedi meni xotirjam qilish uchun. Men bu vaqtda kimlarningdir birsidan anglagan odam o'lishdan ilgari bir yaxshilanib, bir qiynalib ketadi degan gapini o'ylab xotirjam bo'lolmayotdim. Yana bir tarafdan bo'lsa, ko'z oldimdagi bu reallikni qanday qabul qilishni bilmayotdim. Men asta onamga qaradim. Onam ko'zimga shunchalik chiroyli ko'rindiki, buningdan ilgari onamni bunday holat ko'rib boqmaganligimni o'ylab qoldim. Onam yumloq yuzlik, bug'doy qonsharlik kelgan bo'yi salpakar ayol bo'lib, shunchalik chiqishqoq va savirchan edi. Chachlari bo'lsa ushdek oqargan bo'lib, bir g'erish keldigan ikkital o'rimichichi doim quloq tuvidan oldiga tashlanib turadi. Necha kun ilgari ayolim tarab qo'yganligidanmi shundoq ratlik edi. Men onamga qarg'ancha qolmayotdim. Bu chaqda mening razil tarafimdagi yoshirin bir kuch mening onamni tirik ko'mib ichish ishimni esimga soldi. Beshim shunchalik bir xil chinqilib og'rib ketdiki, ko'zim qorong'ulashib ketyapti. Buningga mos holda yuragimdan chiqayotgan azob va pushaymon ichidagi yig'a meni onamning yendan turib ketishga majbur qilgan edi. Men o'rnimdan og'zimni tutganimcha turdi. Chunki bo'g'zimga kelib qolgan yig'a meni ovozimni qo'yib etishga qistavotdi. Men yugurgunimcha balkonga chiqdim. Maqsadim bo'lsa qong'icha ovozimni qo'yib etib yig'lash edi. Shunda qilsam, ichim ozroq bo'lsa-mu bo'shab qoladi. Men balkonda ho'ngrab yig'lab etib, onamning balkondagi bolonga qo'yilgan yeliq qog'oz eshikka ko'zim tushdi. Eshikda bo'lsa onamning ko'ni kiyimlari turadi. Men ichimdan chiqayotgan yig'amni bo'lishiga qo'yib etib, eshikka yiqilashdim. Hamda eshikning ustidagi onamning ko'ni ko'ynaklarini qo'limga elib, ko'zimga surtishga boshladim. Men bu ko'ynaklarni goh ko'zimga surtsam, goh ko'ynaklarni yuragimga bosatdim. Yana ba'zida bo'lsa, bu ko'ynaklardagi onamning hidini puraydi. Qo'limdagi ko'ynak ko'zimga yiliqib beshini silg'an onamdek ko'rinib ketyapti. Shundoq. Bu dunyo mana mushundoq dunyo. Mendek bir razil qalbdagi odamiy hayvonning insoniy holatga qaytgan vaqtida bo'lsa, pushaymon fursatidan mahrum qildi ekan. Shundoqla xatolikning o'rnini to'liqlash uchun
vaqtmi bermaydi ekan. Mening onamga qilgan zulmlarimning necha yillik azobi onamning qalbidan necha daqiqa ichida ko'tarilib ketgan bo'lsa-mu, mening qalbimdagi pushaymon azobi meni bu hayotimda bir umr azoplash oldida turadi. Menmi bu azobni haq azob deb, bu azobga dadil yuzlanishga tayyor edim. Men qo'limdagi ko'ynakdan kelayotgan onamning hidi orsidan dadamning hidini izlashga boshladim. Afsus, topolmadim. Chunki men dadamning hidini allaqachon unutib ketgan edim. Ba'zida onam menga qarab, "Balam, seni ko'rsam dadamning yosh vaqti esimga kelib qoladi" degan gapidan dadamning menga o'xshaydiganligini tushungan edim. Dal shu vaqtda ayolimning yig'lab turib meni chaqirgan ovozi angladi. Men qo'limdagi ko'ynakni ko'targunimcha onam yotgan hujurga yugurdim. 10-qism. Men ayolimning chaqirgan ovozini anglab yugurgunimcha onam yotgan hujurga kirdim. Hamda karvati nafas elish qiyinlayotgan onamga ko'zim tushdi. Onam bo'lsa ko'zini ching yumib yotgan bo'lib, ustiga tinayotdi. Yuragim shunchalik qattiq og'irdiki, og'zimga keplashib qolay deb qolgan edi. Chunki onam biz bilan mangulik xo'shlashish oldida turadi. Men onamning qishig'i chiqib, onamning beshini quchog'imga elib o'ltirdim. Ko'zlarimda bo'lsa to'xtamay yosh to'kilayotdi. Bu chaqda ayolim nima qilishni bilmay, o'nsilib yig'layotgan bo'lib, uning ko'zlaridan pushaymon ifodasi alayida chiqib turibdi. Men qo'limni onamning maydasiga qo'ydim. Onamning ko'ksini yuqoridan tövanga bosdim. Men onamning bu qilg'inimdan ozroq bo'lsa rohatlanib qolsgan deb o'ylagan edim. Kim bilsa, onam ko'zni intoyin tezda ichib, beshida yig'lab turgan menga qarab, "Bola, bu jondan chiqmoqqa nimandoq tezda?" dedi-de put qo'llari tortishga boshladi. Demak, onam ketmoqchi edi. Men bu taqdirga amalsiz holda tan berib onam uyning hamma yeriga bir qo'r qarab chiqqandan keyin ko'zini mening ko'zimning ichiga qaratdi. Hamda iliq holda kulib qo'ydi. Men onamning menga deydigan gapi bor o'xshaydi deb, onamning gap boshlashini kutib turardi. Chunki onamning ko'zi menga tikilgan holda ochiq edi. Men xeyli saqlagan bo'lsam-mu, onam menga gap qilmadi. Yuragim qartli qildi-da, onamning mag'ziga mag'zimni yaqin akilib, onamning tiniga bor yo'qligini bilib boqmoqchi bo'ldim. Bu chaqda ayol bo'ldi. Onam ketib bo'ldi, dedi. Shu chaqda men ichimdagi teshimga chiqmay qolgan yig'amni bo'lishiga qo'yibdi. Bu mening tunji qitim bor ovozimni qo'yib etib, o'lsilib yig'lashim edi. Amaliyotda mushu bir necha vaqt ichida kech kunduz yig'ladi. Lekin ovozimni qo'yib etolmaydi. Hozir bo'lsa necha vaqtdan beri yig'ilib qolgan yig'amning hammani bir yo'l chiqarib olgan edi. Onam oxiri bizni tashlab ketdi.
onun en ahırkı degan gibi bolsa, balam, bu canның chiqmig'i nimandaq tasdu, degan so'zi bo'ldi. Anam ketdi. Mening va ayolimning qalbiga eg'ir pushaymon hasratni, shundoqli judolikni selib ketdi. Men bo'lsam, hiç anamның qiynalıyotgan holatiga qarab, ko'z yoshlarim bilan anamның sochlarini yuyib o'ltirdi. Anam bo'lsa, yana burunqidek tabassum ichida yotadi. Xonim qo'shnilarning yordamida onamni qabristonlikka elib maqdiq. Bu mening onamni ikkinchi qitim ko'mib etish uchun elib mangishim edi. Oldingi qitimda bo'lsa, onam mening mo'ramga apash bo'lgan bo'lib, orlab manzini mening beshimga yoqadi. Bu qitim bo'lsa, men onamning tavutiga beshimni yiqib, qandoqdir onamning issiq haroratlik manzini izlaydi. Atrofimda bo'lsa, mahallidagi xo'lim qo'shnilar bizga agishib, biz bilan qabristonlikka ketib boradi. Ularning ichida doktorxonadagi onamga mas'ul, ya'ni men kashmishimni so'zlab bergan doktormi bor edi. U qishimdagi bir necha kishiga to'xtamay nimalarnidir bir ishni so'zlab beryotdi. Balkim uning so'zlayotgani mening hikoyam bo'lishi mumkin. Men yenik va ritmlik qadamlar bilan mangavotdim. Yaqin qo'shnilardan bir nechisi men bilan onamni ko'tarib mang'an tavutni almashtirib ko'tarishni o'tingan bo'lsa-mu, men qo'shilmadim. Chunki bu mening onam bilan eng oxirgi qitim orlig'imiz eng yaqin bo'lgan vaqtimiz bo'lganligi uchun bu fursatni boshqalarga o'tinib berishni xohlamadim. Quloq tuvimda bo'lsa, ayni chog'dagi onamning manga degan, men o'z bolamning qo'li bilan ko'mib etilganligimdan xush bo'layotiman degan so'zi jaranglayotdi. Sharqdan kelayotgan shamol mangzimni siypab o'tib ketayotdi. U mening quloq tuvimga. Ko'ryotansan, ayni chog'da sen zerikkan, sen bezor bo'lgan onang sening mo'rangda turibdi. Qani deb boqqan? Mushu vaqtgacha onang sendan bezor bo'lib boqqanmidi? Seni beqib cho'ng qilganiga pushaymon qilganmidi? Sen-chi? deb pichirlayotdi. Men bu savolga ne javob berishni, ne sukut qilishni bilmayotdi. Faqatla ko'z yishimla buningga javob beryotdi. Mana hammasi tugagan edi. Onamning illiq mehri bilan tabassumliq kulishlari, yirik va titrab turgan qo'llari bilan manzimni silashlari, oldiga qo'yilgan bir piyola tomoqni yeb bo'lolmay menga qo'rqimsirab qarashlari, o'choq beshida paypaslab yugurib o'tgan ta'mlik va issiq tomoqlari, ayolim bilan mening oldimga qo'yishlari, tatliq uxlayotgan vaqtlarimda bo'lsa, uxlamasdan menga qonmay beqishlari, echirqab ketgan bag'rig'a meni bosolmay talay kecha uyqusiz o'tganligiga, balam, mangzingga birni suyib olay, bag'rimga bir qitim besib olay degan gapni deyolmay, mening ko'zimning tegiga savol nazarda qarashlari, mening bo'lsa muhabbat ozlurmilari ichida ayolimga qo'l bo'lib o'tgan ashu yillar tugagan edi. Biz onamni chunqur yer tagiga ko'mib qo'yib ketib qoldik. Onam bo'lsa g'ayribona qabristonlikda butun dunyoning g'amlaridan mustasno holda yotadi.
iliq qo'riq to'pida yasalgan qabr bo'lsa, suv bilan sug'urilgan bo'lib, hayotlikdagi 4 elementning biri bo'lgan suv bu qabrning egisining mavjudligini isbotlab turadi. Bu isbotlash qanchalik davom qiladi, buni hech kim bilmaydi. Men onamni elib molganda yenik elingan qadamlarim bo'lsa, ig'irlashib ketib boradi. Ruhim bo'lsa, tushkun bo'lib, kallam qop-quruq edi. Men asli udul uyga qaytishim kerak edi. Lekin men unda qilmadim. Aksincha, onamni tirik ko'mib o'tgan o'rmonlikdagi o'zim qo'ligan o'rik qarab ketayotgan edim. O'zimning nemishqa bunda qildig'inimni bilmaydim. Ko'z oldimda paydo bo'lgan tonish yo'q. Tonish o'rmonlik. Manga razillikimni ko'rsatib turadi. Men oxiri manga tonish bo'lgan o'rikning beshiga keldim. O'rikni hech sho'piti turadi. O'rikning atrofida bo'lsa, mening ko'mish oldida turgan izlarim havo ko'rinib turadi. Men ishkilanmay o'rik ichiga tushdim. O'rik ichida ayni chog'da onamning beshiga yasigan to'pi yostiq sho'piti turadi. Men onamning ustiga tashlagan to'plar bo'lsa, aslidagi nam holdidan qurib to'piga aylanib qolgan edi. Heliqi go'rjak bo'lsa, cho'qilgan joyida turadi. Men go'rjakni qo'limga elib, o'rik ichidagi ozg'ina to'pini sirtqa tashladi. Hamda to'pidan yasalgan yostiqqa beshimni avaylab qo'yib, putimni tuz qilib, o'ngdisiga yotdim. Mening nervi talolarimda bo'lsa, barsining ustidagi to'pini ustimga tashlashini orzu qiladi. Men ko'zimni yo'g'on echib, osmonga qaradim. Qo'yiq o'rmonlar osmonni to'sib olgan bo'lg'achqa aniq ko'rolmayotdi. Dal shu chog'da bir tal daraxt yo'pirmag'i o'z beg'ichidan ayrilib, asta-asta mening ustimga qarab tushyotdi. Mana bu ko'zning beshorti edi. Men ko'zimni ching yumib, sal yotgandan keyin yana ko'zimni ochdim. Heliqi ustimga tushayotgan daraxt yo'pirmag'i hech tushib bo'lolmagan edi. Bu vaqtda men o'rik beshida menga kulimsirab qarab turgan onamning simosini ko'rgandek bo'ldim. Keyin bo'lsa, heliqi doktor. Oxirda bo'lsa, mahaldagi barliq qo'lim qo'shnilarni ko'rgandek bo'ldim. Ular nafrat ko'zlari bilan menga g'azabli qarayotdi. Men asta ko'zimni yumdim. Kömib etilgan ona nomliq bu ovozliq asarning hamma qismi mush yerda oyoqlashdi. Yoqtirib olganingizga rahmat.